Assalomu alaykum. Farg'ona teri bozori obunachilari. Xudo xolasa bugun mana hafta kunimiz, haftani boshi dushanba. Terilarimizni va shifrlarimizni, arradan chiqqan to'sinlarimizni narx-navodan bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishga esdan chiqaring. Har kuni arzon narxlarda shifrlarni, teri to'sinlar narxini arzon qilib narx-navodan tanishtirib o'tyapmiz. Boris mana shifrlardan boshlaymiz. Shifrlarimiz Quvasoy Yevro, Quvasoy o'tkazalik shifrlarimiz bor. Barchasi 1 yil garantiya bo'ladi. Mana vannalari ham o'sha 7 vannali, kichkina shifrimiz. Narxi ham 46 ming so'mdan 1 yil garantiya. Ustadan ko'p olgan obunachilarimizga bular dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qumtepa teri bozorida joylashgan. Endi arradan chiqqan to'sinlarimizdan bir boshdan boshladik. Mana endi 7.15 arradan chiqqan to'sinligimiz 7.15 bo'ladi. Buni razmeri uzuni 4 metrli. Buni narxi 110 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa bular Mirza teridan chiqqan avlodlar juda ham zo'r. To'singa, lagaga, ya'ni ikki tashkali polli uylarga ham zo'r aytadi bular. Ustidan pol qoqib olsa. Keyin buni 4.5 ham bor mana. 4 metrli, 4.5 metrli mana 7.15 endi. 4.5 metrli 7.15 imiz 130 ming so'mdan buni donasi. O'ttin narxlarda xudo xolasa bular ham juda ham zo'r chiqqan. Bularda ham Mirza teri haqqoniy 7.15 tarimiz. Bularda endi 7.13 bor. Endi mana 7.13, 7.13 uzuni 4.5 metrlisi bor buni. Buni 1.5 metrlikdan 4.5 metrliga bor bu 7.13 lar. 4.5 metrlisi 110 ming so'm buni. Buni 4 metrlisi ham bor mana 90 ming so'm. Bu ham 7.13. Donasini 90 mingdan. Endi bularda 3.5 metrligi bor. O to'g'rida 3.5 metrlisi 70 mingdan. 3 metrliklari 60 mingdan, 2.5 45 ming so'm, 2 metrlisi 35 ming bo'ladi. Keyin mana strapilalarimiz bor. Chorqirra 12 ga 4. Mirza teridan chiqqan mana. Chorqirrasi bu. Hali obzor yo'q. Buni oldida sasna ham damini oladi. Buni narxini 50 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bu jupligi bor mana. 12 ga 4, uzuni 4 metrli bu ham. Buni narxi 40 ming so'mdan. Bularda ham kalta razmerlari bor. Mana 3 metrlisi bor, 2.5 bor. 3 metrlisi 30 ming so'm, 2.5 25 ming so'm, 2 metrlisi 20 ming so'm bo'ladi. Keyin 4.5 metrli, 5 metrlisi ham bor, o'shani ham ko'rsatamiz. 5 metrli mana o'sha aytayotgan 12 ga 4 stratila bopimiz bu. Qurg'o buni ham ovorsida tashaverasiz. Bu shorqirrasi bu 70 ming so'mdan bo'ladi. Endi teri rekalarimiz ham bor, 4 ga 4. Uzuni 3 metrlikdan 4.5 metrligachani narxi bir xil. 4 ming so'mdan qilib beramiz. 3 metrdan kaltasini 3 ming so'mdan qilib beramiz bo'ladi. Vassalarimiz endi mana to'sinlar tevasiga. Vassalarimizni, bu garbul vassamizni kvadratini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa ahrorda tergan vassalar bular. Mana yana garbul vassamiz, bu ham 15 mingligi. Bir xil 2 ga chiqqan razmerda vassamiz. Buni ham uzuni 4 metrli, ichida ularlari bo'ladi. Keyin bundan arzonroq vassa so'ragan akaramizga 2 metrli vassalarimiz bor. Kvadrati 10 ming so'mdan bo'ladi. Qatoriga 12 tadan terilgan ular. Ular ham juda ham zo'r chiqqan, Mirza teridan chiqqan vassalarimiz bular. Endi yumaloq to'sinlarimizga navbat. Yumaloq to'sinlarimizni mana 6 metrlikdan boshlab 3 metrligacha bor. Bular 6 metrli baquvvat to'sinlarimiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Tekis, juda ham ko'p birinchi bu, holatlar juda ham zo'r. Bular narxini 190 ming so'mdan qilib beramiz klientlarimizga, xudo xolasa. Holatlar qop-quru mana da ham turibdi. 190 ming so'mdan. Besh metrli baquvvat to'sinlarimiz endi mana. 5 metrli boy to'sinlarimiz bor. Ichigacha mana shunaqa baquvvat bo'ladi. Puli ham arzon, 180 ming so'mdan bo'ladi. Donasi, qo'li ham bor, qurug'i ham bor. Farqi yo'q. Qaysi biridan desalaring beraveramiz. Yangi desalang, yangi keyinroq ishlataman desalang. Mana buni tavsiya qilamiz. Quruqroq desalang bu hozir ishlatadiganlar. Bu ham puli bir xil, 180 ming so'm. Keyin 5 metrli sredniy to'sinlarimiz bor. 5 metrli mana sredniy to'sinlarimiz. Bu 5 metrli to'sinlarimizni donasini 150 ming so'mdan qilib beramiz. 3 pachka, 4 pachka turibdi. 5 ta desalar mutlaqo bu sonlar cheklanmagan. 150 ming so'mdan bir xildan bular. Ichigacha xudo xolasa bir xil, maydasi olmaydi.
150 ming so'mdan qilib beramiz bular obunachilarimizga xudo xolasa. Endi 4,5 metrlik to'sinimiz, mana 4,5 metrlik to'sinimizni ham 3 ko'zdan ko'rishlaring mumkin. Qop-quruq, bu ham yangi chiqqani ham bor. Puli ham arzon bo'ladi. 115 ming so'mdan qilib beramiz. Hali 115 mingdan 150 minggacha bormas. Mana shu ko'rib turgan to'sinlaring 115 ming so'm. Hali bor demaymiz. Keyin 4 metrli baquvvat to'sinimiz bor. Mana 4 metrli baquvvat to'sinimiz ikki xili bor. Mana 130 mingligi bor. Bu baquvvatlar 130 ming so'm qilib beramiz. Bundan sal ingichkaroq sredniy to'sinlarimizni 75 ming so'mdan qilib beramiz. O'shani ham ko'rsatamiz hozir. 4 metrli mana aytayotgan sredniy to'sinlarimiz 75 minglik. Nechta desalar bor, yangi qo'li quruq farqi yo'q. Qaysi biridan salam narxlari bir xil 75 ming so'mdan bularni qilib beramiz. 3 metrli to'sinlarimiz bor, keyin mana 50 ming so'mdan. Qo'l qurug'i bor bularni ham. Keyin harilarimiz bor mana. Harilarimiz 18 ga 18, uzuni 5 metrli, 6 metrli, 7 metrlisi ham bor. Bir ikki kunda chiqadi. Metrini 80 ming so'mdan qilib beramiz bularni. O'ttim narxlarda bular ha. 5 metrli, 6 metrli sarroplarimiz endi mana. 6 metrli sarroplarimiz mana quruq, tekis, juda ham zo'r chiqqan. Bugun terada bo'ldi bular ham. Puli ham 75 ming so'mdan bular. Sal ingichkarolari mana 50 ming so'mdan qilib yubordik bularni. Mana donasi 50 ming so'm. Mana da mana to'rpachga turibdi 6 metrli strafilalarimiz. Juda ham zo'r chiqqan mana. Bobonda oldiga borsangiz ham 50 ming so'mdan berib berdi bularni. Juda ham zo'r. 4 metrli lagamiz endi mana. 4 metrli lagamizni donasini 35 ming so'mdan qilib beramiz. Undan sal ingichkaroq mana. 18 ming so'mdan qilib beramiz. Buni ham ikki xili bor. 18 mingga 35 ming so'mdan qilib beramiz. Uni ortqiga, kashiga ishlatiladi, buni ustiga ishlatiladi. 35 ga 18 ming so'mdan. 5 metrli mana strafila boqlarimiz. Qurug'i ham bor, yangisi ham bor. Bularning narxini 30 ming so'mdan qilib beramiz. Bu 5 metrlilarimiz. Bundan sal yo'g'onroq 5 metrli sarroplarimiz ham bor. Ayvon to'siniga ham ishlatadigan. O'shani ham ko'rsatamiz hozir. 5 metrli sarroplarimiz mana aytganimiz mana ba'da ham turibdi. 60 ming so'mdan bularning narxi. Bo'lasa juda ham zo'r. Xo'rozlar ham qichqirib o'ryapti hozir. Keyin mana 3 metrli sutunlarimiz bor. 3 metrli sutunlarimizni 25 ming so'm qilib beramiz. Sal ingichkaroqlar 15 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lasa bular ham arzon narxda. Bo'lasa kimga shunaqa sifatli teri mahsulotlar zarur bo'lsa, namoyish ko'rasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar.